Tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 13-martdan 20-mart kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra respublikamizning barcha hududlarida havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. Asosan yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 17, 18, 19-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 13-mart kuni kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja atrofida bo'ladi. 14-dan 20-mart kunlari esa kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. 13 hamda 20-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 14-dan 19-mart kunlari esa vaqti bilan yomg'ir yog'ishi, yomg'ir qorga ham aylanishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushib turadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 13-mart kuni kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja iliq. 14-dan 20-mart kunlari esa kechalari 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'lib turadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.